Bir videoga sig'dirib bo'lmay ekan. 10 minutdan oshib ketdi va shuning uchun ikkinchi videoga o'tishga majbur bo'ldim. Keyingi safarlari bandikamni to'g'irlab olishga harakat qilaman. Uni pro versiyasini sotib olishga va videolar uzilib qolmaydi, xudo xohlasa. Materiallar, ya'ni biz yig'gan ma'lumotlarimizni struktura qilib, ya'ni boshida aytaylik patogenez, klinikasi va hokazolarni qo'yib, oxirida esa davolashi, ya'ni shu struktura bo'lishi kerak. Ketma-ketligi boshidan oxiriga qarab, ya'ni oxiridan boshiga qarab emas yoki o'rtasi, oxiri, boshi unaqa bo'lishi kerak emas. Ya'ni struktura bo'lishi kerak, ketma-ketlik bo'lishi shart. Bu qismda biz boshqa maqolalardan olgan barcha ma'lumotlarimizni maksimal darajada qisqartirib, suvsiz, faqat boshqa manbalardan olingan faktlar va isbotlangan ma'lumotlarni yoki tadqiqotimizni nimaga qarab, nechta bemor oldik, qanaqa kasallangan ular va qanday bo'lgan boshida va operatsiya yoki qandaydir bizni muolajalarimizdan keyin qanaqa bo'ldi degan savollarga javob berish joyi mana shu material joyida bo'ladi. Mana bu yerda biz ko'rsak bo'ladi. Rasm qilsak bo'ladi. Ya'ni mana bu Kdigoniki, ya'ni bu surunkali buyrak kasalliklari haqida yoki davolashida qanday dorilar ishlatsa bo'ladi, uni foydasi, zarari, shularni berib ketsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda yana aytib o'tishimiz kerak, metodda 2 xil bo'ladi. Ya'ni bizda agar sharh maqolasi bo'lsa, biz sharhlaymiz. Ya'ni boshqa maqolalarni eng kerakli, eng lo'nda joylarini yozib chiqamiz. Agar bu o'zimizni tadqiqotimiz bo'lsa, biz bu yerda tadqiqotimizni yoritib berishimiz shart. Keyingisi xulosa. Ya'ni biz kelib chiqmashi qilgan ishlarimizdan, qilgan yozgan sharhlarimizdan yoki tadqiqotlarimizdan qanday xulosa oldik degan qismga javob berishimiz shart. Bu yerda biz yozamiz. Mana aytaylik нарушение липидного обмена является неотъемлемым компонентом клинического фенотипа. Хроническая болезнь почки играет существенную роль в формировании как сердечно-сосудистого риска, так и прогрессирования собственного почечного повреждения. Ya'ni bu yerda biz aytib ketishimiz kerak, mavzuyimiz nega bunday nozik va nimalarga olib kelishi mumkin, nimalardan kelib chiqqan holda degan savollarga javob berib ketsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Va o'ylaymanki, bu yozgan videolarim sizga manfaatli bo'ladi va keyinchalik maqola yozishda qo'rqmaysiz va maqolani qanday yozishni bazaviy bo'lsa ham tushunib oldingiz degan umiddaman va oxirida aytmoqchi bo'lgan narsam adabiyotlar. Adabiyotlar, adabiyotlarni qanday yozamiz? Mana qarang. Siz yig'dingiz, ma'lumot yig'dingizda va ma'lumotingizni qanday qilib qoldirib ketsa bo'ladi? Ya'ni aytaylik, mana ma'lumotni yozdingiz. Aytaylik, bu sizda mana bunday nima? Tablitsa yasadingiz. Bu tablitsani siz qayerdan oldingiz? Uni mana bunday qoldiramiz. Ya'ni bu 3-surat. 3-suratning nomini yozamiz va adabiyotlarda u nechinchi nomer bo'lib, qaysi havoladan olganingizni qoldirib ketamiz. Ya'ni havolalarni qanday qoldirib ketsa bo'ladi? Ya'ni biz adabiyot deb yozamiz va adabiyot tagiga nechta adabiyotdan foydalangan bo'lsak, o'shani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qilib tashlab ketamiz. Bu 20 tagacha bo'lishi mumkin. 50 ta, 100 ta adabiyotdan ham foydalangan bo'lishingiz mumkin. Agar bu juda katta sharh maqolasi bo'lsa. Ya'ni biz adabiyotlarni yozganimizdan keyin, to'ldirganimizdan keyin bu adabiyotlarni materiallarini ishlatgan joyimizda mana bunday qilib 17-adabiyot qaysidir joyida maqolamiz qaysidir joyida ishlatgan bo'lsak, u ishlatgan ma'lumotimizdan keyin biz 17 raqamini to'rtburchak qavs ichida tashlab ketishimiz shart. Shundagina maqolamiz yoki mana 13, 23, 24. Mana bu yerda birinchi raqamli adabiyotda ma'lumotini ishlatganmiz va oxirida u adabiyot birinchi, bizning adabiyotlarda birinchi bo'lib turibdi degan joyida tashlab ketishimiz kerak. Mana bunday tarzda, ya'ni nomersiz qoldirib ketish bu xato. Bunday qilmaymiz. Mana bu 1, 2, 3 qilib qoldirib ketish bu eng to'g'risi bo'ladi. Va hozir oxirgisi sekretного ингредиента нет. Дело в тебе. Ya'ni hech qanday maqola yozishda qandaydir osonlik, yengillik va hokazolar yo'q. Biz faqatgina
o'zimizga ishonib, kallamizni bir joyga yig'ib, ma'lumotlarni yig'ib, sekin-astalik bilan buni yozsak bo'ladi. Birinchi maqolani yozish juda qiyin. Jonga tegib ketadi, tushunmaysiz, bo'lmayapti, konspektga o'xshab qolyapti va hokazolar qiyinchiliklarga uchraysiz. Lekin keyinchalik 2-3 maqolani yozganda siz shunday tushunib qolasizki, maqola yozish osonligini va u yog'i o'zi ketaveradi. Bemalol tushunib. Men ham birinchi maqolamni yozganimda juda qiynalgan edim. 1 oydan ko'p vaqt olgan va u yozgan maqolam meni qoniqtirmagan umuman. Lekin oxirgi maqolalarim esa yozgan 4-5 maqolalarim judayam menga yoqdi va hozir ularni ham ko'rsataman sizlarga. Bo'ldi. Shuni unutmanglar. Sekretного ингредиента нет. Ya'ni qandaydir sirli qo'shimcha yo'q. Faqatgina harakat, intilish bizni o'z maqsadlarimiz tomon yetaklab boradi va bizga intiluvchanligimiz juda katta yordam beradi maqola yozayotganimizda. Rahmat hammaga. Hozir keyingi videoda men sizlarga o'zimni maqolalarimni qanday men tuzganman, qanday ma'lumotni yig'ganman va uni qanday qilib maqolaga hammasini solib, maqolani jam qilib, maqola tuzilishiga keltirganimni ham gapirib beraman.